Bugün padarken fakat başlama yutarken gel yo'q lekin bor. Sizlarga qarab ishlaymiz. Assalomu alaykum. Sizlarga alam qilsa. Sizlar o'tgan safar ham xuddi shunday turgansizlar, bugun ham shunday turasizlar. Ha, nima? Ne bir qarsak chalasizlar, ne bir baqirasizlar, nima degan gap bu? Tamanga. Bugün mana Namangan shahri. Assalomu alaykum. Meni ham mikrofonim ishladi. Assalomu alaykum hurmatli aziz namanganliklar. Bugun vodiyimizda eng ajoyib, nafaqat vodiyimizda, respublikamizda eng ajoyib, chiroyli, go'zal shaharlardan biri Namangan shahrida Bellissimo Pizza restoranining navbatdagi filialini ochilish marosimida sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Ovozinglar eshitilmayapti Namangan. Qo'lingizda sovg'alar bor, hozir. Kechirasiz, zuvchilarimiz qayerda o'tiribdi? Mana orqa tarafda zuvchilarimiz. Akalar iltimos, kolonkaning bek qarab burishni lozim. Bolam bu yoqqa qarab ketmasam chekara. Ey. Men ham yemadim. Ya sizni to'ydira olmaymiz. Hurmatli bitta narsani aytib o'tish kerak Dilshod aka, Bellissimo Pizza ushbu Namanganda ochilayotgan filialimiz Namanganda birinchiligi respublika bo'yicha 33-filial. Bitta qarsakinglar bo'lsin. Albatta bir narsani ham ta'kidlab o'tish kerak. Aynan Bellissimo Pizza restoranlari halol sertifikatiga ega. Boshlab kelib eng shirin mazali pizzalardan tanlov qilishingiz mumkin bo'ladi. Dilshod aka, qo'lingizdagi narsalar nima? hozir bir daqiqa Otabek, o'rtoqlar kim oilaviy kelgan? Oilaviy kelganlar bormi? Ola! Ey, ko'pchilik kim kelgan? Bular qayerdan biladi? Ko'pchilik kim qayerdan, kim nechta kelgan? Buni to'xta. Necha kishi kelgansizlar? Mana. 5 kishi. Menga qarang, yanga, faqat o'zingiz bolalaringiz aytyapsizmi 5 kishi deb? Qani 5alasi? Birovlar qo'llab ishlayapsiz. Bolam Toshni seni onangmi? 10 kishi? Qani 10 kishi? Kim 10 kishi bilan kelsin? Sizni qochib turing. Siz 10 ta bolangiz bormi? Qani. Sizda 10 ta bola bormi? Yo'q. Bolalaringiz nechta bolalaringiz? Ha, bitta o'g'il, ikkita qiz. Ha, nevaralarni olib keldingiz. Aldamang. Agar ostan 5 ta farzand, deb keling qo'lingizni qo'ying. Menda ham yaqinda 5 ta bo'ldi. Assalomu alaykum. Nechta o'g'il, nechta qiz? Voy, sizlara bo'pti. Menda ham 2 ta o'g'il, 3 ta qiz. Gap bo'lishim. Dilshod aka. Mana 5 ta farzandli odamlar. Mana 5 ta farzandi bilan bayramga chiqqan. Mana akam, mana opam, bir minut, 6-chi, orqaroq. Mana sal mana shu ochaylik mana. Qani. Bugungi qahramonlarni ko'raylik mana. Qani. Mana O'zbekistonda odam nimaga ko'payib ketyapti? 1, 2, 3, 4, 5lar oilaviy kirib mazza qilib shirinligingizlar, to'yganlar. Qarsakinglar bo'lsin! O'rtoqlar, o'zi Bellissimo oilaviy yeydigan joy, pizza. Oilaviy restoran. Faqat pizza juda ham shirinliklar yaxshi. Hozir bir necha daqiqadan keyin Mana endi shu yerda hamma narsa yegiz kelyapti, pizza yegiz kelyapti, to'g'rimi? Hayotda bitta yozilmagan go'zal qonuni bor. Non yeyish uchun mehnat qilish kerak bolalarim. Shuni yoshlikdan o'rganish kerak. Kim mana shu eng chiroyli go'zal shahrimiz Namangan haqida she'r aytsa, mana sovg'asi tayyor. Kim aytadi? Kim? Yo'q, bu qizga berdik-ku. Bu qiz rosa tayyorgarlik ko'rib, bu yoqqa chiqqan qiz. Qani kech qani. Qani, yana kimda bor? Hozir kimniki yaxshi chiqsa shu odamga aniq qilamiz. Yana kimda bor? Bom shu bolada ham kepolvon. Aylanib ketdi. Kepolvon. Oting nima seni? Chiq Adidas. Mana shu yerga tush. Yana kim bor? Yana kim? Sal mashlarni ochib olam. Akalar, sal akalar, iltimos. Qani? Davay. Bo'ldimi? Tayyormi? Kim boshlaysiz? Siz qani ismingiz? To'xtang, ismingiz nima? Shahrizoda, Namangan shahridan, ha? Qani boshlang Shahrizoda. Namangan shahri gullar olamida ko'p odamlar bo'lar, ular. Oxirida Namangan deb qo'ysang she'r bo'laveradi. Lekin ancha ma'noli she'r bo'ldi, lekin hozir. Bular mayda, bular otingiz nima edi? Bo'ldi, tushunarli. Sen inglizcha ekan oti. Sen bilasan qizim? Qani?
Dunyoda neki g'am boridan topgan tashvishlar zarbidan yelkasi qotgan necha bir donglarni uyqusiz yotgan Tangrim 5 kunlik yorug' dunyoda onamning umrini qilgin ziyor. Nima ekan? Qani? Menga qarang. Ona vatanmi? To'xta. Ona deyaptimi? Chesni bo'lsin. Bu o'rtoqlar she'r bilasanmi? Aradan navbat bilasan. Bitta tarjimalar kerak-da bunga. Bu yigitimiz tarjimoni kim? Sizmi tarjimoni keling. Ha. Rasm ma'noli she'r, qarsalaring bo'lsin. Hamma tushundi. Malades katta bola bo'lsin. Voy, o'rtoqlar, yo'qmi shunaqa sovg'alagan? Shunday shahar haqida, o'zi tug'ilib o'sgan joy haqida hech kim she'r bilmaydimi? To'rt qator. Buni biladi. O'rtoqlar, eshitinglar. Siz bilasizmi? Aldamang. Qarang lekin, yaqinroq keling. Na falakman, na farishta. Men ham inson naslidan. Men tavalludi o'shan farzandiman qoniman. Rahmat. Voy! Bittalama. Lekin luboy so'zga ramanga so'zni qo'yib yubordilar. Bir mashinadan bir bir-biriga yordam berishsin. Diji, sen pasaytirib turchi. Kerak payti qo'yib tursan. Mana qarang, bu tamom. 1, 2, 3 qaysi? Nima deganni tushunmayman. 3 kishimi, 4 kishi baqirdi xolos. Ko'rakmi? Ben gitdim bo'ldi xolos hozir. Mana qarang, haqiqiy bellissimo deb baqirish bunaqa bo'ladi. Tayyormizmi? 1, 2, 3 qaysi? Men sharmanda qilyapsan senga. Qani, mashina mana. Bor biz tomonda yo'q mana. Mana biz sho'birlar tayyor turibdi. Sho'birlar damaschilarmi? Amortizatorni yangilanglar. Assalomu alaykum. Bayramingiz muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar. Muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tamam. Hurmatli hamshaharlar, hurmatli tadbir ishtirokchilari, birinchi tumanimizda Bellissimo pitsa markazi ochilishiga to'plangan barcha hamshaharlarni tabriklaymiz. Bellissimo pitsa markazida ochgan o'sha tashkilotchilarga rahmat aytamiz. Qolaversa barchani yangilanish, yosharish bayram Navro'z ayyom bilan tabriklaymiz. Tuman hokimligi hamda sektor rahbarlari nomidan barchalarini tabriklaymiz. Arsaga iyilik. Telefon raqamini yozib qo'ysanglar, tashab qo'ysanglar bo'ldi. Biz tortib ichidan sovg'alar beramiz keyin. Maylimi? Sovg'a nomerni hammasi. Lekin menga qarang, aniq mashina berasizmi bugun? Bilmayman, inshoollah qaraymiz. Bo'ldi. Demak, o'rtoqlar hammani raqsga taklif qilamiz. Bizda navbatdagi san'atkorimiz Charchamayapsizlarmi? Do'stlarim chaqiradi, boy omadi kelgan bola, tug'ilgandan tayyorjoy, xuddi shafimda faqat brend bo'lmaydi Xitoy, lekin u bilmaydi ishlagan tuni kun. Do'stlarim chaqiradi, boy omadi kelgan bola, tug'ilgandan tayyorjoy, xuddi shafimda faqat brend bo'lmaydi Xitoy, lekin u bilmaydi ishlagan tuni kun. Ona oy, ko'plar chaqiradi, boy. Qani hamma birga, bemani shuni xuddi bemani hayo, bemani qo'shuni daro bemani tayo, bemani shuni xuddi bemani hayo. Endi hozir bir o'yin o'ynaymiz. ha, o'yin. Prizi bor. To'xta, bayqalma, shopir siz bu yoqqa keling bir. Bu yoqqa keling, bu yoqqa keling, birata. Nechi nomerda emas haydaysiz? Bu yoqqa keling. Aka, Ibo, bu yoqqa keling. Ibo aka keling aka, qo'ysangiz. Ibo. Turib, Ibrohimjon bu yoqqa keling. Turib rosa baqiryapsiz aka, keling bu yoqqa. Bir minutdan oz topib kelaman. Keling Ibo aka, aka keling aka. Keling aka. Ishoning aka, faqat yaxshilikka chaqiramiz, yomonlikka emas, xudo xolisa. Keling akajon. Sovg'asi ham bor, sovrini ham bor. Aka keling. Ha, siz keling. Do'ppilaydi. Bo'l, men hal qilolmayman, men kichkina odamman. Ana shu ko'zini kurtkalik odam hal qilyapti. Keling. Bunaqa boshqa og'irlik emas. Keling. Ha. Kelinglar. Davanga ovozingizni eshitilyapti. O, orqa tomondagilar qayerda? Sirdaryodanmi? Ha? O'zimizni mahalla shehridami?
Gap yo'q. Keling. 5 kishi bo'ldik. 1 2 3 3 kishi bo'ldik. Aka yana 2 kishi kerak. Keling. Aka keling. Ha, keling. Bo'ldi bu. Mana bular. Bo'ldi 5 kishi bo'ldi. Kelinglar. Endi tanishib olamiz hozir. Kelinglar. Chiqing aka. Aka, ismingiz qayerda ishlaysiz? Qayerlisiz? Nima ish qilasiz? Ha, tegin magazin. Ha, bo'ldi. Magazinning nomini aytmang bo'ldi. Ha, aytmang. Ular pul bersa keyin aytamiz. Magazinda ishlayman. Ha, siz ham magazinda ishlaysiz, nomini aytmayman. Qabek ayting. Ibo. Ibrohim, men qarang. Bosh aydaysizmi? Bo'ldi. Ibrohim aka. Javob ismi. Meniki Otabek aka. Men artistman, sizchi? Gap yo'q aka. Siz ham akajon? Ulomjonman, xonamman. Billa. To'xtang. Ya, alohida. Aka? Abdurahim. Nargibetda Eagle House bor. Ha, siz ham grill ha. Bu yoqda nima bo'lyapti-ki, papotni bilgan o'tdilaring, ha? Yaxshi. Shu Street Grill House'dagi. Men bularni grillidan yeganman, Dilshod. Yaxshi. Sizlar ham bizni bir pizzadan yeb qo'yinglar, bu ham yaxshi. Hozir juda ham shartimiz oddiy. Qo'liga 5 kishimiz Bellissimo pizzeresidagi eng kichkina pizzalar. 1 daqiqa Otabek, tushundim. Bizning eng katta pizzamizni qancha razmerda? 35 mi? 35. Aka, pulot misdan qilib beringlar. Kim pizzaga kelyapti? Konkretni yana. Yo'q, pizza nomi nima? Nima? Shopirlar pizza 2-3 ketdi. Qo'lga olamiz. Stop! Qo'liga tegma. Orqaga hamma joyiga qo'lda ushlaymiz. Stop! Qo'lda ushlaymiz. Joyimizga ketdi. 1 2 3 ketdi. Narsa ketdi, baba. Stop! Yutqazingizmi? Yerga tushmang, orqadagilarni yedirmoqsiz. Ko'ryapman, shu ustida ekan. Orqaga qarab yeysanmi? Davay, ketdi. Xalqqa qarab turamiz jiyan. Oxirgi daqiqalar qoldi. Davay! Ibo mujik! Rahmat. Pizzalar qo'yasiz, rahmat. Bemalol oxirigacha yeb qo'ysalaring ham mayli. Olib ketinglar. Ibo aka, keling aka. Senga ham gap yo'q. Yorvardingiz, boshda qoqilga qo'ydingiz. Qani aka? Rosa oxirigacha birinchi o'ringa kelib oxirida yutqizib qo'ydingiz. Ibo aka, keling. Tanimda shuning uchun bo'ldi. Ibo qanday bo'ldi ukajon? Yaxshi aka. Bir hafta jim yurasan dedi.
orqamizdan mujik haqiqatan bolalasiga rahmat. Endi to'g'ri aytinglar, qanaqamisiz? Yaxshimi? O'g'il bo'lacha mazasi qanaqa? Ismi Pizazur. Rahmat, rahmat. Qarsakili bo'lsa ishtirokchilarimizga Endi rahmat sog' bo'linglar. g'olibga albatta Qani, Habib. Sizlar bilan pizzani papalam qildik bo'ladi endi. Boringlar endi. Eva mana 100 ming so'mlik pizza. Siz pizzaga endi 3 kun qaramasangiz kerak. Chunki juda yedingiz. Dilshod aka, 5-chi ham. biz lekin aytdik. Icholis Ogohlantirdik. Kola ichsam? Keling. Kel. Bitta qo'lingizga kola olinglar. Bundan o'tiring qizim. O'yinimiz shartlari juda ham oddiy. Endi bitta turib olasiz. Iltimos sal. Mana shu videochilar ham lekin sal uzoqroq turaylik. Iltimos, havo yetishmaydi. Ochiladi eng oxirigacha. Kim birinchi ichib bo'lgan odam o'yinimizni yutgan bo'ladi. Kimda qanaqa savol bor? Tushunarli-a? Hamma tayyormi? Dilshod aka shotni bering. Stop. Birovga ichilish yo'q, to'kish yo'q. Bir tomchiga ham javob beramiz. Suvni tejanglar. 1 2 3 ketdi. Oxirigacha. Sahnaga qarab. Sahnaga qarab. Bu tomonga. Ichga to'xta. Bolasam. Bola qiz. Bola ichida qolib. Ana. Agar qorning olsa biz javob bermaymiz deb qo'yaman. Odamlar shunday aytyapman, ertaga keyin. Haqiqatan ham borim. Baraka topsin, bitta prosta boya ichib qo'yardi, uyaldi. O'zi aslida bu kola 1 sekundga bormas edi. Shunchaki anavi uyat ushab turdi-da. Qizim. Qo'limdan kelgancha bugun sizlarning xizmatingizda bo'laman. Xudo xolasa hammanglarni, har biringlarni ko'nglingizni olish ilohim menga nasib. Mana shu ochilib turgan joy xayrli bo'lsin. Nimaiki niyat maqsadlari bo'lsa, Alloh xayrli qilib yetkazsin. Hammamiz Alloh ishlarimizga rivoj bersin. Yana bir bor assalomu alaykum.